o'ziga haddan tashqari talablarni qo'yishi, o'zidan ko'p narsani talab qilishi, o'zini tanqid qilishi insonni qullashtirishga, robotlashiga olib keladi. Oqibatda mana bu oldinga ozgina Allohni his qilib turgan bo'lsa, o'sha hislarni yopadi va na o'zini his qila oladi, na Allohni his qila oladi. Так положено, matrisaning ularni aytganini bajaradigan robotga aylanadi, qo'yadi. Matritsa shayton bundan manfaatdor bo'ladi. Ko'raysizmi? Shunaqa. Odam shaxsiyatini shu darajada rivojlantirib olish kerak. Shaxsiyat rivojlanishi insonga nima uchun kerak? Opa, mana quloqimizga shivirlaydi-ku shayton. Bunaqa qilma, bunaqa qil, bunaqa qilma, bunaqa qil deb shivirlaydi-ku. O'sha vaqtda shivirlagan vaqtda yo'q deya olish uchun shaxsiyat kerak. Insonni shaxsiyati zaif bo'lsa, shayton uni xohlagan ko'yiga yo'rg'alantiradi.